150 mingdan 150 mingdan 300 minggacha pul berishyapti. Pasportlaringni olib kelsalaring. Kirdi chiqdi qilgan bo'lishlaring kerak. Qirg'iziston, Qozog'iston, Rossiya, Saudiya qaysidir davlatga kirib chiqdingiz, pasportni olib kelsangiz bo'ldi. Sizlarga 150 mingdan 300 minggacha pul berishadi. Xo'p, lokatsiyamiz Marlon sentrida. Srogi bor buni. Srogimiz 2024-yilda iyuldan Ldan dekabrgacha, o'tgan yili iyuldan 24-dekabrgacha kirdi chiqdi qilgan bo'lishi kerak. 25dan baqa ham o'tmas ekan, 25dan. 24gacha amal qiladi. Endi qaranglar, bitta pasportga 150 mingdan 300 minggacha pul beryapti. Bekor ham turibdi. Pasportingizni olib kelib, pulini olib, rasxod qilsangiz bo'laveradi. Bemalol buni riskovat qiladigan joyi yo'q. Emailga uriladigan Marlon sentrida lokatsiyamiz Makroda pastida ekan, ko'rib turibsizlar, sentrda. Pastda nomer qoldiryapmiz. Bular har kun ishlaydigan. Hozir kirib so'raymiz. Xo'p, aka har kun ishlaysizlar-a? Nechidan nechigacha ish? Soatimiz 8dan Aha. kechki 9:10gacha. Bo'ldi. Kech payt ertalabki 8dan kech paytki 9gacha baribir nomer qoldiryapmiz. Telefon qilib kelsalaring ham bo'laveradi. Telefonlashib, qachonga qanaqa vaqtga kelishni o'zlaringiz so'rab olasizlar. Sog' bo'linglar.